Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Shomurodov. Jigarlar, bugungi videomizda biz sizlar bilan Marc-Andre ter Shtegenni full qilishga harakat qilib ko'ramiz. Agarda yaxshi kuchaygan bo'lsa, videoga like bosasizlar, yaxshi kuchaymagan bo'lsa, kommentariyada yaxshi kuchaymabdi deb yozib qoldirasizlar. Qanunda videomizni boshladik do'stlar. Mana hozir ter Shtegenni olib olamiz. Foram concluídas, meu povo! Terceiro pro clube! Har tarafdan chiroyli qilib obzor qilamiz-da buni. Mana ko'rib turibsiz, GKR 79, GKH 76 bo'lib turibdi. Kuchaytirganimizdan keyin qancha bo'lar ekan? Olmoslarimiz esa 572 ta. Ularni ham ishlatib tashlaymiz ayamasdan. Bu videoni olishda yordam berib turgan Blurchik Telegram kanalimizga Blurchik deb chiqadi. Shunga katta rahmat aytib qolamiz. Hamda Zenos dizaynerga ham kattakon rahmat aytib qolaman. Chunki prevyularni tayyorlashda juda katta yordam berib turibdi menga. Shuning uchun ukasi Wizard Dalasini Telegram va YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yamiz jigarlar. Shu yangi yilgacha uni 300 ta qilib qo'yishimiz kerak. Bizni maqsadimiz shu, Wizard Dalasini yangi yilgacha 300 ta qilishimiz kerak. Mana ter Shtegen ham 84-darajaga chiqishiga bittagina kuchaytirgich qoldi. GKR va GKHlari 80 dan bo'lib oldi. Ikkitalik kuchaytirgichni bittasiga berib yuboryapmiz. Shuning uchun ham videoga like bosmasangiz odam emas ekansiz jigar. Bilmaysiz-da buni mashaqqatini. Video olishni. O'zi bu videoni olib qo'ygandim, keyin qarasam o'chirib yuboribman. Chiqtondan ham o'chirib yuboribman-da. Shuning uchun boshqatdan olyapman bu videoni. Xudo xohlasa Keylor Navasni full qilib ham video chiqaramiz. Kutib turinglar uni ham. Mana 14 olmosdan beramiz. 86 holatda bo'ldi, yarmi full уже. Marc-Andre ter Shtegenni Barselonada juda katta yaxshi seyflar qilgan bu jigarimiz hozirda jarohat olib yotibdi, travmada. O'z akkauntimizda yaxshi darvozabonlar ko'p. David De Gea bor, sariq paytda olinib qolgan. Hozir ko'k kartali bo'lib qolgan. Yana ikkitalikdan berib turibmiz ter Shtegenga. Lekin sizlar ikkitalikdan bermanglar, 14 ta olmosdan bersanglar bo'ladi. 2 marta bergan yaxshi. Ikkitalikdan 1 marta bergandan bittalikdan 2 marta bergan yaxshi bunaqa holatda. 90 bo'lib qolibdi, o'zi 91 bo'lib full bo'ladi bu. Fitness kuchaytirgich bosib yuboribmiz. David Alabaga tushdi. U ham ko'k kartaga ega hozirda. Ko'k kartali bo'lib qolibdi. 90 bo'ldi mana. GKR 86, GKH 87 bo'lib turibdi. Bizga po'xoy deb ikkitalikdan bosyapmiz. 88 bo'lib qoldi. Bittagina GKRga qo'shildi va o'zining reytingi 91 bo'ldi. Yana fitness bosib yuboribmiz. Van de Vanga tushdi. Goalkeepingdan bitta bossak full bo'larmikin? Yo'q, bittaga full bo'lmas ekan. Yana bitta bersak aniq full bo'ladi, lekin ter Shtegen. Yana bittani beramiz endi. 14 ta olmosni ayamasdan. Mana full bo'ldi jigarlar. Endi kommentariyada baho berasizlar bunga. Agarda yaxshi kuchaygan bo'lsa like bosasizlar, yaxshi kuchaymagan bo'lsa kommentariya yozasizlar. Har tomondan yana rasmlarga tushirib olamiz buni. Ter Shtegen. Jigarlar, videomiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Kanalimizga obuna bo'lib, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Wizard Dallas Telegram, YouTube kanallariga obuna bo'lib qo'ying.
dizaynerlik xizmati kerak bo'lsa, bemalol Zenos dizaynerga murojaat qilishingiz mumkin. Barcha silkalar videomiz opисаниясida va kommentariyasida bo'ladi. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.